Ha, nimaga? Mana belim yerga yopishib ketdi. Bir odamlarga o'xshab men ham bir devorlarda, spalnilarda yotamanmi, yo'qmi? Ota bobong mana shunga uxlab katta bo'lgan ish nima qilmaydi-ye? Ota bobom deb jonga tegdingiz. Zamonga qarang, bunday bir odamlar kreshlarda, kachilarda uxlayapti. Xotinjon, o'zing xohlagandek zamonaviy span orzularing inshaalloh yo'q. Mengami? Senga yot. Shu bizni zamonaviy spanningiz. Mana yo'lga chiqyapman, uzr, ozgina kech qoldim-da. Urmag'uri, bu pason bo'lib qayerga ketyapti? Telefonda gaplashganim uncha chiroyli deb o'ylamovdim. Hayotga yomon chiroyli ekan-a bu. Voy, nima bo'lmaydi. Ha, ushlab oldimmi? Xilvat joyda nima qilyapsiz, a? Nomard, xiyonatkor. Qanaqa xiyonat xotin? Men uyimizga mebel zakaz qilgani keldim. Ayting Shohruh aka. Apajon, o'zingiz bo'lsangiz o'zi hammasini tushuntirib beraman, apajon. Bizning aka fabrikamizda mebel kesish hamda o'rnatish xizmatlari mavjud. Kompaniyamiz faqat mijozlarga emas, mebelchilarga ham baziz dasturda chizib, kesib, kromkalar teshib, yetkazib ham beramiz ular. Ana! Yasha! Qachon boshlaysan, uka? Mijozlarga bir kunda kesib, ikkinchi kun o'rnatib beramiz. Ana! Bor ekan shunaqa oson yo'li. 15 yildan beri qotgan polizda yotaverib, bellarim girijaga tiqilib ketdi. Sizga tegib nima ko'rdim, alabuji. Boshla uka, tezroq qil. Men 4 kunlik chog'imda Ispaniyada yotib o'lsam mayli. Ketdik. Chol, qo'ying, kelin kelsa qiladi shu ishlarni. Kelin endi yer og'darmaydi-ku, devona. Og'daradi. Ha, men qilganman-ku vaqtida. To'g'ri, onasi mana bularning hech bo'lsa maydalarni shiprimdan art tozala. Kelin kelsa qiladi. Sen kelin olapsanmi yo mardikor olapsanmi? Yo, kelin olyapman. Kelinning tarjimasi mardikor. Shuncha uy joylarda shuncha sharoit qilib berib qo'yib, endi taltaytirib yotqizib qo'ymayman-ku, Maya qarasam uni kechqurundan uxlatmaysanmi? Yo'q, nima uxlaydi? Men qanaqa kelin bo'lganman, dadasi? Esingizdan chiqdimi? Yarim kecha soat 2 da xotin kelindi deganlar esingizdan chiqdimi, a? Oho, xotin avloddan kim ekan? Onam, otam, Ali tog'am, Farhod tog'am, Uchqun tog'am, To'lqin tog'am, Gulola xolam, Hilola xolam, Gulsirla ammam, Sherali yaznam. Oho! Meni qarindoshlarim kelsa borki to'ydi, yarmini ko'taradi bular. To'yona bilan keladi. Sizga o'xshab mana qilib kelmaydi, kelin deb. Eri avloddan kim ekan? Qaynotam, qaynonam, Sanobar xolasi, Muqaddas ammasi, 4ta xolam, 4ta mani ammam bo'lgan. Ha, oiladan bitta yetadi endi. Hammasini aytsa qayga o'tirqizam? Boshimgami, dadasi, G'aybulla Tursunov, Ulug'bek Yulchiyev, ular qarindoshlarim ham bor mani. Yo'q, bular tirikdagi qo'shiqchi-ku. Birrovga chaqirasiz bularni. Bularni nima bu tomonga qo'shmading? Pulini siz to'laysiz-ku, tavba. Chizgan chizig'imdan chiqmang, dadasi. Bir dunyo qarindosh urug'iga yetaklab kelib, mana bu yerda ajina bazm qilib tashamang. Meni gapimdan chiqib 1-2 bo'ldi-ku mana. Maya qara, agar bunaqa to'y qilayotgan bo'lsang, o'zing qilaver. Men qatnashmayman ham, umuman bormayman, tushundingmi? Xafa bo'lmang, dadajonisi. To'ydan orttirgan pulimga kelgan mehmonlarni dasturxoniga bitta mana shu parashotdan qo'yib yuboraman. Ayrimlarga o'xshab latta-pitta qo'ymayman. Men eng keraklisini qo'yyapman. Kelgan mehmonlarni parashotga berasanmi? Nima deganingiz bu? Bu Koreya mahsuloti, aylanib ketay. Ko'pim kapsulasi, oq ko'ylaklar oppoq qizillarni, qip-qizil qoralarni qora qiladi. Buni hidi 2 kunlab ketmaydi. Atir sepib olgan deydi hamma sizdan. Bu bilan yosh bolalar kiyimini ham yuvsa bo'ladi. Allergiya chaqirmaydi. Eng tozasi, eng zo'r originali faqat ko'pim kapsulasi. Hammasiga berasanmi? Faqat kelganlarga beraman. O'zingizga berganingda. Ashida, men nima deyapman sizlarga? Ha, boraylik. Anaqa borib yutaling, bir gapga qo'shmaysiz, Bedingiz qursin, bir soatdan beri mashina ichida nima qilyapti bu desam, begona ayollarga lak bosib o'tirib. Xotinjon, onam-ku, onamni tomosha qilaman-ku. Onangni o'lganiga 10 yil bo'ldi. Mana qatish, kimga ahmoq qilyapsan, mana qatish. Meni nega tushunmaysan? Men shunchaki qiziqish uchun like bosaman-ku. Like bosmang. Bo'ldi, meni kechir, bosmayman. Men sizni o'ylab ustimga bir yangi ko'ylak ola olmayman. Ol qancha ekan o'sha ko'ylak? 2 million. 2 million. Ammo ol. Jonim, kechirishing
Senga arzimayman. Canım desem canım çıksın endi. Sizni deb men oyog'imga bir oyoq kiyim ololmayman. Qancha ekan o'sha oyoq kiyim? 4 million. Oyog'ingning narxi ham shuncha bo'lurmi hay? O hay. Men buncha qo'ng'iroq qilasam o'zim qo'ng'iroq qilaman dedim-ku. Xavotirolma. Danielning xotin qancha kerak? Ana dadajonisi, sizni zapanlaringiz deb meni uyim ham bit bo'ldi, o'zim ham bit bo'ldim. Mana aqva shifobaxsh suvlari uyimda tursa devdim. Agar pochkamda tosh yig'ilmasin desangiz, faqat aqva shifobaxsh suvlarda ichish kerak. Bu yutallarga ham davo. Bu kurini go'r to'g'irlarkanda. Nima xohlaysan xotinjon? Yana nima xohlasam ekan, ha? Ha, onasi keldingmi? Bitta ovqatga qo'rg'onch qoldi. Ishi dardingiz oshqozon, kuydirdingiz meni. Ajrashaman sizdan. Ha, yana nima bo'ldi? Gapdan kelyapsiz. Kimnidir eri Malibu, kimnidir eri yana iPhone 17 olib berdimi? Nima bo'ldi? Ha, olib berdi. Siz menga bir dona bir munchoq ham olib bermaysiz. Hoy qizim, qoshing terma, ersiz qolasan. Noningni qizartirib yop. Pazanda bu, ersiz qolasan desa, er degani zo'rlasa deb o'ylabman. Hech ham zo'ramas ekansiz. Bu er degani alpomish bo'lsa kerak deb o'ylabman. Alpi ketib bishi qolgan. Detingiz qursin sizni. Dugonalarimni eri tug'ilgan kuningga sovg'a deb 6 kunga Malayziyaga chipta olib beribdi mana. Men enamni uyi, erimni uyi. Enamni uyi, erimni uyi. Boshqa hech qayerda ko'rganim yo'q. Basiringiz qursin. Gapirib bo'ldingmi? To'layimda ovqat qilqay. Qorin och qolib ketdik. Men qarang, qo'ying endi yozdi kuni kim ketmon chopadi? Men jiyanim iPhone telefonini olib kelaman, korobkaga solib, "Men xotinjon deb menga sovg'a qilasiz. 17 Pro Max senga sovg'a deysiz." Keyin uni videoga olib, dugonalarim grupasiga tashlayman. Qanday? Yolg'onki bu onasi. Qarada shu fikrlash doirang bu to'g'rida sani. Biliming yo'qda qara, gapirgan gapingni qara. O'misan onasi bilasanmi shuni? Bilaman. O'qiyman deganimda, o'qish nima kerak qiz bolaga? Erga tegasan deb dadam sizga berib yuboruvdi. Esiz aqlim bo'lganda o'qirdim. Bugungi aqlim bo'lsa. To'xta qop, onasi hali ham kechimas lekin. Mana onajonisi Rensans ta'lim universiteti. Universitetda o'qiyman. Ha, onajonisi. Dadasi, ama 40 dan oshganman-ku, bu universitet meni qabul qiladimi? Onajonisi bu o'qishda 18 yoshdan boshlab to 108 yoshgacha qabul qilishadi. Bu joyda qulay tomoni kunduzgi va kechki ta'lim bor ekan. Eng dahshati 2 yil o'zimizda o'qib, qolgan 2 yil chet elda o'qisang bo'lar ekan. Ha, Buyuk Britaniya, Turkiya, Xitoyda o'qisang bo'lar ekan onasi. Meni erim Renessans universitetiga o'qishga olib kirib qo'ydi. Ey dugonalar, yuraveringlar, men Malayziyaga borib dam olaman deb. Men ham o'qiyman, ham sayr sayohat qilaman. Ha, ajab bo'lsin. Dunyoda yagona er meniki. Qaysi er sizlarni Renessans universitetida o'qitib qo'ydi? Hay dadasi, rostdan o'qiymanmi ishqilib? Dadasi! Yo'q, onasi. Dasturxon boshida ursak, internetda ko'rdim, uydan baraka qo'sh ekan. Kambag'al bo'lib qoldi ekanimiz. Ha, umuman fayz baraka bo'lmay ekan. Ha, sanam xudoylashib ketdi ekan. Xudoylashib ketar ekanmanmi? Ha, mayli. Oy dadajonsi, oy. Choy O'zi oy dadajon, o'zim choy beraman. Aynan onajonisi. Ehtiyot qiling, qopni ehtiyot. Eng aqlli xotinim bu. Nima? Uyga yuring-da. Naraqa yuring? Qaching. Nega meni piyolamni sindirasiz, a? Jonimga tegdingiz-ku siz. O piyola bilasizmi, meni dugonalarimdan esdalik edi. Jil bo'lib sinib ketdi-ku. Bu piyolachalik ham qadringiz yo'q o'zi bu uyda. Nega piyolani sindirasiz? Ketdik endi choy ichamiz. Mana. Ehtiyot. Avaylab kelin, xo'pmi?
Yuring uyga. Yuringda. Yanam. O'jon. Ama atalab qilmadim-ku. Nega menga qarab aks surasiz? Sizda bir qanaqadir virus bo'lishi mumkin. U menga yuqib qolsa, men o'lib qolishim mumkin-ku kasal bo'lib. Odam degan yoqqa qaraydi, bu yoqqa qaraydi, bo'lsa og'zini qo'li bilan yopib, "Ayvon" demaydimi? Nega meni yuzimga aks surasiz? Buni ketib joytamiz. Bo'pti, u yoqqa boraylik-ku. Xotin, Ha. mana qara. Gapiravering, ey. Bitta mana qara. O, gapiring, ey. Qara ko'p qarasang. Voy, pasam bu qayerga boryapsiz? Ular ishxonamizda xo'jayin mana kafeda bayram qilib yotibdi-da, shunga chiroyli kiyim keldi. Yarashibdimi kiyimim? Hattam yarashmagan. Eski eshakka yangi to'qim bo'lganday bo'lib o'tiribsiz hozir. Xafa bo'lmang, dadasi mana rangi tushmagan umuman. Hozir moda-ku, internetda ko'rdim-ku. Internetga ishonmang, meni ko'zlarimga ishoning, dadasi. Boring nariyoqqa. Jo'gini yeriga o'xshab o'tiribsiz. Yarashmaganmi? Yarashmagan, umuman yarashmagan. Bo'lmaydi bu. Bo'lmaydi. Mana bu cho'qotin. O'zim tadizdi borga xudo urib o'rganda dadasi. Endi manani qarang endi. Rangiga tushmagan, ey. Kastingizda yechingda. Mana. Nima bola, mana qorinni kirgizing, ey. Voy, xuddi homilador xotinlarga o'xshaysiz. Voy, anani ko'tarib yormang. Voy, iyagingizga kirib ketadi hozir. Bitta aylaningda. O'zi meni xudo urgan ekan dadamda bor-ku. Almashtiring, ey. Bola bunday bo'ladimi endi? O'zi sizga bor-ku, umuman kiyim yarashmaydi. Siz ana hindularga o'xshab barbos yuring. Yarashmagan emas. Endi qanday? Mana bo'lar ekan-ku. Shu yarashdimi? Ha, xuddi jentelmenlarga o'xshab qoldingiz dadasi. Yo'q, sizlarmi? Ha, ana endi ketavering. Endi foydasi yo'q. Mana Bo'ldi, bayram tugab bo'ldi. tugami? 8 soat zamon kiyintirding-ku. Yaxshi bo'pti dadasi. O'ting, o'zimiz bayram qilamiz. Bitta osh damlang. Men sizga qanday ishlar qilsam? Yozib bilmasam, bormoqchi edim. Shuni ko'p ko'rdim. Ketaman. Vo. Ketaman ularga. Bo'ldi. O'zing o'shing. Ana go'zal ayollar, sizlarga bitta layfhack. Ishxonadagi go'zal ayollar bilan kafega jo'natasizlarmi? Jo'natma. Nimaga keldingiz? Onajonisi. Onajonisi demang, o'ldi onajonisi. Qadamingizni bosmang deganman. Turqizni ko'rmay deganman. Keting. 20 yildan beri daysani bitta gulam, bir ro'molon olib bermanman onasi. Aybimni yuvish uchun men seni bugun xursand qilmoqchiman. Qara. Dadasi, mengami. Senga o'ylaysan. Xotinimga bor ekan-ku, kun bor ekan-ku, men bechora shu ahvolda o'lib ketsam kerak dedim. Voy dadasi, kechirdim. Nega qalbim og'riq, nega ko'nglim ko'ra. Yerim boshini olib berdi menga, O'zi menda hamma ayb. Siz juda ko'ngli toza, pok inson ekansiz.
Men o qalbi kirlashib ketgan ekanman. Noshukur bo'lgan ekanman. Boriga ham, yo'g'iga ham chidalmagan ekanman, dadasi. Voy, er degani zo'r narsa ekan, bilmagan ekanman. Meni erim butun dunyodagi erlar ichida yagonadir. Menga 9lik sovg'a qildi. Shunday xursandman. Hammaga ham shunaqa er nasib qilsin. Bo'pti, erimga qarashim kerak. Aka, ne telefoningizni olmayapsiz? Bering kalitni daomasiga. Mana. Bering kalitni. Meni mashinamni kimga berib yubordingiz? Avtoprokatdan 2 kunga arendaga oldim-da. Shunga seni olib keldim. Endi ko'p 2 kun xursand bo'lding-ku. 2 kun xursandchiliging 20 yilga yetadi, xotin sani. Ha, nasib bo'lsa tirik bo'lsang, yana 20 yildan keyin yana 2 kunga olib beraman. Hali siz menga prokatdan mashina olib berib ko'nglimga yoqmoqchimidingiz? Bu kunni ko'r to'g'rilaydigan rost ekan. Qorangizni ko'rsatmang. Mana qarang, sizlarda bir 2 kun yotishga joy yo'qmi? Yo'q aka, biz mashina parakatga beramiz, joy emas. Ko'chada qoldik-ku. Onasi. Nima deysiz? Jonga tegdingizku. Hozir shoshmay turing, gaplashing. Gaplashsak kim deydi? Mayli, o'rtoqjon, keyin yana mazza qilishamiz, xo'p. Bo'ldi. Nima? Menim bitta rasmni ol telefondan. Ishxonamga hujjatlarga kerak ekan, 3 to'rt rasm kerak ekan. Shu Telegramdan olib tashlab yuboraman-da. Rasmni ol meni. Shumi? Shu ishaga arzimagan ishiga keyinroq tushsak ham bo'lardi shu rasmga. Turing. Basharani qara. Sal gavdani ko'taring, sal gavdani. Sal dedim-ku. Sal o'nganingiz. Voy, mana jag'ini nima ko'tarasiz? Burningiz teshigini qarang, shatdi burnidan ham katta. Sal shapkani olib tashlaychi, shapka soyasi tushyapti-da. Voy, keyin bu peshanami, boshmi bu? Keyin shapkani odam bir menchi deyapman sizni basharangizga. Turing, qoshingizni nima ko'tarasiz? Pastroqqa tushiring. Qoshingizni ko'tarsangiz burningiz teshiga kattalashib ketyapti. Endi nima bittasini ko'tarib, bittasini tushirasiz qoshni. To'g'ri turing, bu dokumentga rasmga tushyapsiz, dadasi. Og'zingizni yoping. Yo'q-ku o'zi. Og'zingiz ochiq. Senga gapirsam o'chib ketyapti-ku. Qilishmay turing. Sal qoshingizni pastga tushiring. Xo'mraymang, sal. Voy, jag'ingizni og'zingizni yoping, og'zingizni. Jag'ingizni pastga tushiring, yana burningizni teshigini qarang, eshakni. Bunga qilgandan keyin ochiladi burnim. To'g'ri turing, bu dokumentga rasmga tushyapsiz, dadasi. Nima balasiz, qamoqqa tushyapsizmi siz? Sal kuling. Sal kuling desa eshaknikidek ochilar mana og'iz. Gavdani ko'taring, ha. Basharasini tekkan ekanman, xudoyim. Og'zingizni yoping. Yo'q-ku og'zim. Shapkangizni yeching-da, shapkani yeching. Turing, jim turing. Jim turing. Mana. Bu. Burnim teshik katta emas ekan-ku. I got nothing to lose. When I'm down, you can bring me up. Kal sochingizni yoqdan beqob qaravermang, ha deb. Senga bu ham kam. Nima qarang, dadasi?
erkak kishiga 3 marta omad beriladi degan, sizga biron marta ham berilmadi. Erkak emasmisiz yo? When I'm down, you can bring me up, 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 up. And when I'm hurt, you know I don't need much. Hozir, hozir. Hozir. Ketib qolmang. Anama bo'pti kuyib yonsam, kelma deysan ortingdan borsam. Salomatxon. Menga yo'l topolmay. Hozir qahramon ekan hozir. Yo atay qilyapsanmi? Har kuni sarsamma. Voy vo, juda osmonsan voy vo. Nega tanlasan voy vo. Juda osmonsan voy vo. Nega tanlasan voy vo. Qahramonjon qoldi-ku. Chiroyli ko'ylak kiymabsan, o'zingga oro beribsan. Mani yuragimni yoqib, o'zingcha tannoz bo'libsan. Chiroyli ko'ylak kiymabsan, o'zingga oro beribsan. Mani yuragimni yoqib, o'zingcha tannoz. Qahramon aka? Qahramon aka? Qahramon aka, ketib qoldingizmi? Qahramon aka. Yana ketib qoldi. Mana ularni bilmayman. Qahramon akam ketib qoldilar. Daday. Qahramon aka, bu bashara meni basharam emas. Meni basharam boshqa bashara. Ko'rsataymi basharamni? Mana bu basharani ham ko'rsatma. Yo'q, qahramon aka, meni basharam yaxshi o'zi basharam. Keling uyga. Basharangga. Voy vo, juda osmonsan voy vo. Dadasi, Ha, ana mashinani jichchagina uryapman-da. qancha? Dadajonisi, bilinchik pishirdim sizga deb. Faqat jichchagina tuzuku. Jichchagina. Jichcha emas-ku bu xotin. Ana tuzli paket qo'limdan tushib ketdi-da ichiga. Xotin, ovqat qilmadingmi? Ana jichchagina uxlab qolibman-da. Qancha? 10 soatgina. Dadasi, bozordan jichchagina narsa oldim. Qancha? Mana. Jichcha degani bu ko'pmi, kammi? Kelishib olaylik hozir. Dadasi, jichchagina gapim bor. Men validol ichib olay. Ku validol kelib ichasiz. Yuring. Man bankingga kiring. Jichchagina narsa o'rgatarkan, jichcha kunda, jichchagina pulga. Mana dadasi, qarang. Jichchagina kunda shuncha taomlarni o'rgatarkan, 2 kunda hammasini o'rganib as bo'laman. Va sizga har kuni jichchadan pishirib beraman. Xotin. Jichcha yesam maylimi? Jichchami? Ha. Rossiyada o'zbekistonlik erkak 7-qavatdan tushib ketgan bolaning hayotini qutqarib qoldi. Akaga pul beradi. Mana pul. Nima qilish kerak? Buni ma'muriyat qilish kerak. Dadasi! Dadasi! O'tiringda! O'tiringda! Dadasi! Dadasi Rossiyaga ketasiz. Hozir ketasiz.
stroykada ham ishlamaysiz. Suvarchilik ham, malyarlik ham qilmaysiz. Dvornik bo'lasiz, dvornik bo'lasiz. Mana Xayrilla tepadan bolani ushlab olib, qarang milliarder bo'lib ketdi. Siz ham dvornik bo'lib, faqat yuqoriga qarang, tepaga qarang. Biror nima tushib ketsa, shartta ilib oling, xo'p, yuqoriga qarang, yuqoriga qarang. Dadasi, umidim sizdan katta. Boy bo'lib ketsak, mana uylarni qaytadan remont qildiramiz. Yuqoriga. Dadasi, remont qilamiz. Yuqoriga qarang dadasi. Ha. Topishgan almashtirib. Ay boy bo'lib ketsangiz o'shadan tufli olasiz. Yuqoriga dadasi. Yuqoriga qarang. Ana dadasi, nima qildi? Ildingizmi? Tushmadimi? Bugun hammi? Mayli dadasi, yuqoriga qarang. Yuqoriga qarang. Noumid shayton. Umidimiz katta sizdan. Hammaga kulgan baxt meni yerimga kulmaydi. Basharayamiz. Kuladigan bashar emasda. Ana dadasi, tushdimi? Tushmadimi? Nimaga hammaga tushgan narsa sizga tushmaydi? Yuqoriga qarang, yaxshiroq qarab yuring dadasi. Ana tushyapti. Ana tushyapti. Ana. Nima ekan bu? Axlat tushibdi-ku. Hech bo'lmasa bir pishak-mishak tushsa ham mayli edi. When I'm down, you can bring me up, 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 up. Erkak bo'lmay o'l. Nimaga urding o'zlaring? Ayasi. Betlan qursin sizlar. Odam sharmanda qildilar. Xuddi birinchi marta uylanayotganda nima jirt qilasan? Menga o'xshamadi bu. Bor kelinni oldiga aka. Yo'qol. Nima pulni sochasiz? To'yxonada hamma pulni sochdi, sotdi o'zingiz ishlab topganda, ja indamasa raqqosani ko'tarib o'ynadingiz? Ha? Ichgan ekan raqqosa. Siz nimaga ishdingiz? Bir o'zi ichishga qo'rqar ekan. Oq ko'ngilga men yordam berdim. Ya ko'nglingizga qo'tir jamasho. Boring to'yxonani tozalab keling. O'rtoq, shundoq kirasan, birinchi asalatasan, keyin tuxumni qaynatilgan bor. O'shandan 4 taga beling baquvvat bo'ladi. Ha, beti qursin, mol. U ish bugun emas, tushundingmi? Turing qol berdim. Ko'p yashang kelin. Ha, endi kelinjon, bu uyda qonun qoidasini sizga tushuntiradigan bo'lsak, dadajoningiz mana bunaqangi shirinliklar yeyolmaydi. Endi bankim bekirikni shirinliklaridan, salatlaridan va kalbasalaridan yeydilar. Bankim bekirikni nonidan yeydi. Endi u yerda nonni xamirtirishga bo'ladi-da, drujali non yesalar, ijogasi qaynab ketadi. Bizning xonadonimizda erkak bosh. Hech qachon erkak zotini ko'ziga tik qaramang. Biror marta gap qaytarganmanmi? Gapiring bunday bir Yo'q. Qaytarib gap bilan so'ganu, lekin gap qaytarmagan. Xo'sh, kelin bola choyni bir yangilang. San qayga? Oshxonani ko'rsatay. O'zi iskab topib olar. O'tir. Xo'p. Illallamay o'l. Qara o'rtoq, shomdan keyin ko'chaga chiqmasan, chillalaysan, xonaga romantik muzikacha qo'yasan, xonani nim yoritib qo'ysang, hammasi. Ha, beti qursin, sharmanda. Toza rasvo bola ekansan-ku. 20 yil oldin qayda ayting? Ana ho'kizga o'rgatarding. Meni kunim faqat qoraxonada o'tib ketdi. Nim yorug'ligini qaydan bilaman? O'rgatana ho'kizga. Men bilaman-ku. Bitta kakkacha bering. Kakani qaydan beradi bola bo'lsa to'baqsa? Bulbulidan deydi. Aynan. Ey bulbul. Jonim. Bermagan qara. Ha, oyijon. Ana xotinchangga ayt. Beshikka belasin bolani. Beshik bolasi bek bola bo'ladi. Tushundingmi? Xo'p, oyijon, aytaman hozir. Xotin. Eshitdim. Sumak qisadi. Yerda yotsin. Bir marta bo'lsa yotqizaylik. Tushundim. Ey, bolani olib chiq. Nimaga? Tuproqqa cho'miltiramiz. Enani qornidagi juni to'giladi. Tuproqqami? Olib chiq degandan olib chiq. Bekorlarda aytibdi. O'zini junini to'ksan. Infeksiya tushadi bolaga. Ha? Yaxshi. Shu bolani olib chiqaylik, ayam bekorga aytmasa kerak. Yo'q. Aya bola uxlayapti ekan, jun to'kilgan ekan-ku o'zi. Ha. Xotiningga ayt, pampers kiydirmasin, kichkina bo'lib qoladi. Pampers kiydirmasam, kecha siyib qo'yadi, nima qiladi, beli shomallaydi, o'pkasiga o'tib ketadi, pandemiya bo'ladi. Ey, tomog'ini tiysin, torlib yemasin, bolani ichi ketadi. Arpa badami cheppa.
o'lib ketlaring bo'lmasa. Oldin kelgan oldin ketadi. Tashlab bermasin. Yemissin balani. To'ymayapti. Yashaylar sizlar, yashaylar. Mana endi bola och, nahor yotibdi pashsha talab. Sizlar mana endi nimani beray, uni ber, buni ber deb yotibsizlar. Kelishib olib, keyin tug'inglar, nima qilasizlar mana bunaqa qilib tug'ib? Mana bechora ota ham sarson, sargardon bo'ldi bechora. Rahmat. Turing bitta emizing, yo sut bering, qornoch qolib ketdi. Mana ichayman yo, ha? Issiq bu ham, ey. Bormi nimadir mana shu nam mana, onasini yemsin. Nam mana. Vay bana 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 vay vay bana vay. Jam ishlar. Nimaga? Pastda bitta qo'shni bor, shovqinni yoqtirmaydi. Bizga per. O'zi chiqsa hammamiz dabdala qiladi. Nimadan qo'rqasan? Yebboy chiqsa, ustani bo'rilar qo'rqmaydi. Keldi-ku. Yo'q, nima kelsa qo'rqasan? Duh. Зачем шумелеваешь? Nima? Зачем to'palang zelают? Ne кричи, бахраsan. Иди отдыхай дома. Чего? Ты меня? Твою Чак Норрисmi bu? Yaxshimisan? Qattiqdan urdi. Shunga shunchami? 11 oltariq deysan. 11. Olmayliqmi? 11 Robert deb. Nima keladi o'zim? Keldi ana. Keldi. Я тебе что говоришь? Что говоришь? Я тебе не надо тыкыр-тыкыр, дукур-дукур, гр-гр, дук-дук. Чё зелёешь? Кечирасыз, апаjon. Иди ты на твою мать. Чего? Сегодня хорошо день. Пятница. Иди гулять. Не нервничайте, пожалуйста. Только улыбиться. Gece sensiz yotaman, seni baştan ataman. Nişan gelmedi işime, kaytarak yataman. Иди на парк. Nişan gelmedi işime, Do'stim, kepda trend qilaylik. Kimni ko'zi ko'rinar ekan? Творожный блинчик. O'sha. Педагог.